Bugun so'z oddiy avtomobillar haqida emas, balki gibrid avtomobillar haqida boradi. Ushbu yo'nalishda Chery mazkur texnologiyaning birdaniga 3 xil formatni namoyish etmoqda. Bular Arizo 8 gibrid, Tigo 8 gibrid, Tigo 9 gibrid. 3 xil xarakterga, ammo barchasi yagona platformada ishlab chiqarilgan. Chery super gibrid. Hozirgi vaqtga kelib bozorda gibridlar soni oshib bormoqda, lekin Chery bu yerda asosiy urg'uni faqatgina tejamkorlikka bergani yo'q. Bu kabi modellarga dinamika, shu jumladan qulaylik ham mavjud va eng muhim jihati bu yo'l bosish zaxira masofasi. Avtomobillar xalqaro sinov sifatida 7 ta mamlakat hududi bo'ylab 3,5 ming kilometr yo'l bosib o'tdi. Bunda kombinatsiyalangan variantda yo'l bosish zaxira masofasi 1400 kilometrgacha yetdi. Misol uchun Arizo 8 gibrid bu biznes sedan, yonilg'i sarfiyatiga 3,9 litrni tashkil etadi. Ammo avtomobil o'zini tejamkor avtomobildek emas, balki ancha yuqori toifadagi avtomobil singari hissiyotni bildiradi. Shahar uchun ham qulay, uzoq safar uchun ham juda mos. Tigo 8 gibrid esa oilaviy format, ya'ni 7 ta o'rindiq, katta salon va kundalik hayot uchun juda qulay konfiguratsiyaga ega. Lekin uning eng ajoyib funksiyalaridan biri V2L, ya'ni avtomobilning o'zi elektr manbaiga o'zgarishi mumkin. Va bunisi Chery Tigo 9 gibrid. Mazkur avtomobilni flagman deb hisoblasa bo'ladi. 605 tot kuchi va 0 dan 100 gacha tezlash vaqti 5 soniya atrofida. Ichki qismida esa premium toifadagi muhit, massaj va ventilyatsiya funksiyalariga ega o'rindiqlar, 14 dona dinamik, avtomat tarzda avtoturargohni joylashtirish tizimi va eng qizig'i bu avtomobil ham gibrid texnologiyaga ega. Chery bu yerda bitta jihat, gibrid endi shunchaki tejamkor avtomobil emasligini namoyish etmoqchi. U turli xarakterga ega bo'lishi mumkin: sedan, oilaviy crossover yoki katta flagmanli SUV. Bir texnologiya 3 xil xarakter va Chery gibridlarga aynan shu yondashuvni olib bormoqda. Agarda siz ushbu gibrid avtomobillarga qiziqayotgan bo'lsangiz, barcha kerakli ma'lumotlar ekranda chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.